Baqaka deysiz, mana bunday kallasidan ushlaysiz buni, to'g'rimi? 13 yoshli bolani qabulimga olib kelishdi. Onasi olib keldi. Turmush o'rtog'i boshqa shahardami, davlatdami va men u bilan video orqali gaplashyapman. Turmush o'rtog'ini 13 yoshli farzandi bor erkakni dadasi deb qo'ygan joyda men dadasi bilan gaplashyapman-da, shu murakkab og'ir bolani olib kelgan onasini berilib, yana unga men iltimos oilangizni saqlang, muhitingizni o'zgartiring, ko'proq bola bilan vaqt ajrating, bolangiz уже aql zaiflikka qarab tortyapti degan joyimda birov telefonni qo'lingizda jonim degan yozuv bilan oddiy vizov kelyapti. Men mana shunday qotib qoldim. Men tilim aylanmay qoldi. Ota onalar, bugungi kunda murakkab tashxisli farzandingiz sizni qilayotgan, bosayotgan qadamingizga javob emasmi? O'ylab ko'ring. U shunaqa muammo bor oilada. Uni na kesoladi u, na saqlay oladi. Er xotinning munosabati shunday chigal, mayli mana onasi bunday qilib olib tashlaysiz, mana olib tashlaysiz, baqaka deysiz, mana bunday kallasidan ushlaysiz buni, to'g'rimi? Lekin er xotin 13 yil birga yashagan, men u bilan 1 soatdan beri yashayapman. Buni sezyapman, qimirlashini, silbinda qilishini-da. Lekin 13 yil yashab bir to'xtamga kela olmagan ota-onani farzandini miyasida o'simtalar chiqyapti. Onkologiya bo'lyapti, qandli diabet bo'lyapti, 13 yoshli bolalar. 17 yoshli qizlar erimizga, ayolimizga qiladigan parda ortidagi ko'rmayapti-ku degan gaplarimizda. Lekin ko'radigan bor-da.